Ne çok gitti hocam. Rayla. Oy. Ağzı kopmayma kızal hocam. Oy fikam demiş kılıvatsız deyme. Saat neçe oldu ya? Uflab kalktı. Çok kızvanla. Kızval turib kün yampaş şükçe uflam fikam. Anam zeyama işke xudunu qoğuqtip kelip ivetizgene sizne. Fikam anda qımmaң ma akızın mecazın bilisiz. Aldın qıdım. Toba oxşatdı. Hem de paxtatqan dektide. Eli kep qalsa ma eptinizni ko'rib qo'mash qilib laqam qo'yib qo'yimsiz. Açaşlarınızda. Qasqan qızgan mantıda qilib etkinler. Uflab qolmuş da alıp gidip genç. Fikam. Nimemde başlarınız ki hocam. Ne bopta? Qo'yga lepet gerek lan bulab ketibdi. Voy set aketekini. Köpek ulap ketişi. Unda bulab ketdi deb tumaymiz fikam qizib turib, menga chechig'ingiz bir o'ngshaymen. Ma intilni bir shiltanga fikam. Tөгісте çaç ozoqlandırış çaç üye suyuqlıqı. Her qandaq çaşqa mas keldi. Ma bir shiltib fikam, chechig'ingiz bir o'ngshiga. Yil akınız kelsi bir xo'shab ketsin. Ya ma'qul. Rayla. Oh. Ötiş pas tugab fikam intilnikidan ag'achirgan unutib qolmayman. Ma'qul. Hocam, tecavüzsü. Fikam qancha pastı? Uye, unutib qopdim acha. Eyle dukan çıkma şu çağla ağaçırayım. Çıba. Acha men talavazır chiqib chiray. Fikam maqatın unutup qalmanjima tish pastini. Ma'qul. Intilnikidan jima. Ma'qul. Fikam. Ve acha intilning tish pasta ilishni yana unutib qopdim. Hech qisiq fikam. Mush o'yin tepib chirayligimiz bilan bir xo'sh. Deb ketdim. Ati besan 10 tal eprej va intilning tish pastasidan. Chirib aramlay bo'ldi. Ujuringizlar karotoz unutup qalmaysiz fikam. Aramela. Ejep deb ketdim. Atlam xizmatimda istifa berib, intil zati berib ishlaychiman. Acha. Ma chiqib tura. Ekma. Ojo, acha tashdimi suv chiqaraysizmi? Chamma degan qo'qidan boq chiqib fikam endi. Acha. Ha? Bula shikar suv ichira. Mana. Hoca. To'ya bu nimda acha. Aql ishorat nadon juvaldiriz fikam. Endi tish pasta serish unutib qolmaydigansiz. Jo, tish pasig'imlar saldingmi acha? Mana sen degan intilning tish pasta ichiydim ayni. Hocam fikam nimda bu chaqmaq qanaqanak nimda jiq bir ay savdo qilib oramsiz ya? Sen bek deb ketding emas, har xillarda ag'ach edim. Maşallah fikam. Nega? Nonuk suv yeydigan nashliqda. Yaxshi teksib qilib ishiltay. Sening gumpularing bekchaq yana mening lasu kep qo'ysam, men opaq tishlarim qizirib qolmasin yana. Voy, fikam bu mavs qamla yasqun tik qo'yib qo'ysa chikitib qoladi ava. Bo'ldi qila. Hamma kishi güzellikka intiladi. Tөгістінің şifalık roli hamma yerda ta'kidlanayotgan shu daqiqalarda Şinjan 100 yil import eksport savdo cheklik shirkati zamonaviy ilg'or texnika, yuqori o'lcham bilan Intil tөгісті yuvish buyumlari va grim buyumlarini g'albilik ro'yobga chiqardi. Shundaqla sifatni birinchi o'ringa qo'ygan. Mazkur mahsulot chach chiqarmaydi, chach tushirmaydi. Faqat chechinizning hozir qolib qo'llab, sog'lom, farqroq jonliq qiladi. Shundaq, sochlaringiz jonsiz bo'lsa, Intil tөгісті chash siliqlash, chash yuvish suyuqligini ishlatadi. Agar chechin farqroq tursin desangiz, Intil tөгісті chash oziqlantirish, chash yuvish suyuqligini ishlatadi. Güzellikni so'yguvchi xalqimizga yanada Intil grim buyumlarini tavsiya qilamiz. Shundaqla Şinjanning har qaysi joylarida vakolatli hamkorlikni so'rgan chaqiramiz.
intilganlarınız intildan kelsin. Men baş tuttum. Men başlık kögendim ha. Siz kökenlerine baş aldım bunu. Vay vay Afgan. Bakın. Ne oldu bu? Sizin oyda ciddi çişim sokmaydıgan bir aval çıkıp. Şundayım. Fuluvat değil mi? Tövbe değil mi? Bakın çıkartma. Ay saat tuttu mu ya? Yo, yılığı çiş baş sulap kaptıken. Bölek bir oldu ne sulap ketken bu şişvam kem. Ama sıkıntı ne alalım Ya ben o toktap dursun. Ne oldu bu yerde bir Cengizler oğa aval vadak nemi şunu atı da? Vay usta, men be bizni alay depdim, qoğuluqdan qoğunu olğanı kucaqlab al demesmi ha? Ha, başınım gibi mi? Vay bu, madak hesap işi oladigan bir şey mi bu? Bu şu hem bir Sel emez hem de köndü nangı sökep yaydigan şu çiş yotkalaydigan çiş bastısa. Ya bu anne. Ada oğa diken ma bizne sileptis la. Bizne ayaqa berip turla. Ertogün malkaga vaqtida bir aqasini o'ya git bir yetkizib bersam. Ma bizne aslimiz ishlasam, ma nesini ishlaslar. Endi mani ishlatib tursanglar ertogüncha men seni keyningda yetkizib bermay. Ay, ma'qul xonlarim. Xo'sh. Tejab oldirib qo'ymayman. Ya hech qisi yo'q. Anim endi shu men shu amal yo'q bir qog'ozga kelib qoldim emasmi? Yo'q. Sert tutdimi ya? Vay ya. Yani qasыңlı o'xshab chiroyli qizlarni ko'rganda bizdan esil so'zlar. Ma'qul. Ma'qul.